degan gap bor. Bir-biringlar bilan jidallaşmay inoq o'tinglar deydi. Bölüngenni böri yedigen nima gap bu? Bu sualının cevabını bunu hikayeden bilip al. Bir yurtta 4 itba bulup, ularning biri padichining, biri qassabning, biri oshpazning, yana biri navoiyning uyida yashaydi ekan. Ular bir kuni uchrashib kelib, o'zaro do'st bo'lishibdi. Ağayneler, mushundaq dostluqni uzundan beri arzu qilib kelgandim. Bugun muradim hosil bo'ldi. Sen qandaqsiga bu xiyolni qilib qolding? Men egamga yordamlashib, bir patim molni beqib kelyapman. Egam mendan bek rozi. Biroq uning oldida men baxijil. Nemishqa? Bir biri pat kelib qo'y o'g'irlaydigan bo'lib qoldi. Men har qancha qilibmi uningga taqobil turolmadim. Sizlar bilan burunroq do'st bo'lgan bo'lsam, biriga birlikda qarshi turatdik-da. Egamning oldida yuzib yorug' bo'lgan bo'ladi. To'g'ri aytding. Yana ham bo'lsa-mu, bo'rini birlikda yo'qtayli. Agar tezdan uning adini bermasak, sening qo'ylaringni yeganga qanoat qilmay, butun yurtimizga tahdid soladi. Bizni kishilar vafodor deb ta'riflashidi. Shunga ismi jismimizga loyiq ish qilaylikmi? Bu ofatni yo'qotib, eldan yana bir mukofot olaylik. Amisa gapimiz gap-a? Birining qarasini ko'ribla, sizlarga belgi beraman. O chaqda 4 tarafdan qapsaymiz-da, bir qana chiqasimi qachanmaydi. Mertni maydonda ko'ring debgan. Qo'rq gap eshak yut. Ishini vaqtida ko'raylik. Yuringlar. To'xtanglar ağayneler. Bu ishda sen solo, men solo qilmay, hammamiz bir dil, bir niyat bo'lmasak, bo'lmaydi-chi bu? Chataq yo'q. Hey, bali. Bilmaydi o. Gap, yurma. Ana ko'rdim. Ben yenildi. Sen beni bir yayısla o. Yaymiz. Amisa yolları bolsan kocam deb qo'yib beradimi? Menin demekçi boğunum, sen tahkılına. Özeni dünyada hiç kimge tahkılmaydım. Lekin sizlerdek baturlarının balığını bilmek dikenme. Sizler hemmanla bir tukanma. Bir tuqqanga emas. Lekin bir tuqqandimmi chora. Meni taniysan-ku? Taniyme. Emma bula... Bu qassabning ishti. Bu oshpazning ishti. Bu navoiyning ishti. Tanib oldingmi? Endi yesek bo'la. Qani kelinglar do'stlar. To'xtab turinglar. Navoiyning ishti chiqib tursin. Sizlar uchunlar yaqin kelinglar. Hey, sen nereye ketibdi? Men podachining nurg'un qo'ylarini yedim. Qassabning qinini yaladim. Oshpazning yunsini ichdim. Lekin Navoiyning hech nimasiga ziyon solganim yo'q. O ishning meni yeyishga nima haqqi bor? Sen uchunlar meni yeyishga haqliq. Shunga Navoiyning ishini ujuqtirib deb, andin meni yangla. Rost. Belli. Endi oshpazning ishti chatga chiqib tursin. Sizlar ishkinglarga gapim bor. Yaqin kelinglar. Oshpazning yunsini ishib qo'yganimga, uning ishti meni yeyishga haqliqmi? Meni sizlar ishkinglar yanglar. Onu ucup türatmasanlar, şerik bo'laman deb turib qoladi. Bama bagi. Amiz ikki tarafda tav qo'ysanmiz. Endi chu, qassabning ishti. Sen oyadira turib tur. Men qara, rostni aytsam, meni yeyishga faqat sen loyiq. Çünkü men sen baqqan qo'ylarni yegan. Qassabning qinini yalab qo'yganimga, uning ishti meni yesasini qo'sg'im kelmanda. Sen onu tariyotib, o'ngga chetib meni yemamsan. Ras. Biroq qassabning ishtiga kuchim yetmasmikan? Hey, davatgan gapingni qara.
men yordamlashmam dema. Undaqsa, mayli. Sen onun kaynidan hujum qil. Oldidan men chiqay. Ahmoqlar. Sen. Birodar. Sana qaraganda men ishtayligirak. Shunga sen meni yeyman deb avara bo'lma. Sen gapingda yenib olmoqchimi? Mening maqsadimni tex bilmadingmi? Bak, nima ekansan? Sen rostini meni yemsan. Yemək burnumның üstüge ep qoyatdımma. Bichara iştlarning taqdiri oxiri shundoq natijalanibdi. Bo'linganni bo'riya degan tamsil shuningdan